Dasturimiz davom etadi. Asilbek, kitob bilan qanchalik do'stsiz? Kitob qanchalik sizga hamroh? To'g'ri, Jasurbek, kitob bu har bitta insonni ajralmas bir bo'lagi, doimiy hamrohi bo'lishi kerak. Shu o'rinda kitob bu meni doimiy ko'makdoshim, do'stim desam adashmagan bo'laman. O'zbekiston bu kitobxonlar yurti. Bugungi kunda Jasurbek kitobxonlikka, kitob o'qish madaniyatiga alohida e'tibor qaratilyapti. Jumladan, O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida kitobxonlik haftaligi start oldi. Xuddi shunday, ushbu haftalik doirasida bir qator tadbirlar, xususan kitoblar taqdimoti, ijodiy muloqotlar, turli uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Samarqand viloyatidan tayyorlangan lavha aynan shu haqida. Samarqand viloyat axborot kutubxona markazida O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida kitobxonlik haftaligining ochilish tadbirida ham bu fikrlar alohida ta'kidlandi. Darvoqe, Samarqand viloyatida ham keyingi yillarda kitob va kitobxonlik sohasida salmoqli ishlarga qo'l urildi. Xususan, viloyat axborot kutubxona markazi kapital ta'mirlanib, zamonaviy jihozlar bilan ta'minlandi. Bu yerda bir vaqtning o'zida 500 dan ko'proq kitobxonga xizmat ko'rsatish imkoniyati paydo bo'ldi. Bir necha o'quv zallari, muzey ekspozitsiyasi, multimedia xonasi, ovoz yozish studiyasi, ilmiy zal, uchrashuvlar va munozaralar o'tkazish zallari, raqamlashtirish sektori ishga tushirildi. Qo'lyozmalarni restavratsiya va konservatsiya qilish xizmati yo'lga qo'yildi. Kutubxonaga interaktiv panel, tadbirlar o'tkazish uchun zamonaviy jihozlar olindi. Kompyuterlar yuqori tezlikdagi internetga ulangan. Shu yerning o'zida elektron ko'rinishda a'zo qilinib, ID karta berish yo'lga qo'yilgan. Har yilgiga qaraganda yangilik kiritishga harakat qildik. Mana 2 oy davomida tayyorgarlik ko'rdik. Deyarli hamma xodimlarimiz kreativ, ijodiy yondashdi. Biz ham xuddi shunday zamonaviy yondashdikki, yoshlar kelganda shu haftalik doirasida bir esdalik sifatida chiroyli fonda rasmga tushsin deb 2 ta joyda tayyorladik. Muzeylarimiz doimiy mana ochiq fonda, hattoki noyob, nodir adabiyotlar saqlanadigan xonamizda ham mas'ullar biriktirildi. Ochiq bemalol kirib, ko'rib, tomosha qilishlari mumkin. Hatto bu yil mana e'tibor bergan bo'lsangiz, ochilish tadbirida biza mahallalar uyushmalarini hamma deyarli tuman shahar rahbarlarini ham taklif qildik. Chunki dasturlarimizda notinch oila vakillari yoki uyushmagan yoshlar, qiyin ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarimiz, mana biz ochiq oydin televideniyada, ommaviy axborotda aytyapmiz. Qanaqa og'ir ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarimiz bo'lsa, biz yordam berishga tayyormiz. Mutaxassislarimiz bor. Inson tafakkurining rivojida kitobning o'rni beqiyos. U faqat axborot vositasi emas, balki insoniyat tarixi, tafakkuri, madaniyati va ma'naviyatining mujassam ko'rinishidir. Kitob insonda hayotga bo'lgan qarashlarni shakllantiradi, ma'naviy olamini boyitadi, komillikka yetaklaydi. Tadbirda so'zga chiqqanlar mamlakatimizda kitob va mutolaaga qaratilayotgan e'tiborni alohida ta'kidladi. Kitobxonlik bu faqat shaxsiy o'sish vositasi emas, balki butun jamiyat taraqqiyoti uchun muhim omildir. Tadbir doirasida yozuvchi va jurnalist Nusrat Rahmatning jadid kitobi taqdimoti ham o'tkazildi. Kitobxonlik haftaligi doirasidagi tadbirlar viloyatning barcha tuman va shaharlarida ham yuqori saviyada o'tkazilmoqda. Bu kitobsevar yoshlarning tafakkurini boyitish va intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiluvchi keng qamrovli tashabbus sifatida yanada ahamiyatlidir.